Ushlayveradi. Odam Kelishdilar. men vlog qilyapman. Hop. Odam ko'p joyda bo'lmaydi deng. Bilmayman. Chunki unaqa bo'lmasligi mumkin. Bu yerda odam ko'p bo'lgani uchun balut tushmayapti. Boshqa joyga ketamiz. Bizlarning qahramonlarimiz. Hozir balut tutilganga o'xshabapti. Tutilganda ham tortardi sekin. Shinalar o'yin qo'ydi. Yutib oldi. Yutib tushmayapti-yu. Mayda. Halliga karmanligiga hali yutishgani. Hozir anularnikidan katta edi. Qo'yib yubordi olib. Kim? Shala qo'yib yubordi. Mayda. Na. Maydasini tegdi. Qo'ymaydi. Shima chiqmadi. Juda ham chiroyli mahalla ekan. Bora qip-qizil banda qochilardi, ha? Nilufarmi? Ha, chiroyli o'tdi, sariq ekan. Kecha borgan joyingizda ham sariq edi. Ha, 36. Ha, Hammasi nomeri bor. 35, 36, 37 ketgan ekan. Hammasi pul to'laydi. Oyigami? Voy. Ha, tushdimi? Tuyulindimi? Qolib qoldi. Qildimi? Куда? Kechagi joyga? Adajon olmalarga qiziqadilar juda ham. Qara ko'pligini вообще dahshat Qani bo'ladi. ko'rsatib qo'ying. Mana. Ana. Olma, sveji, hozir uzdi. Rahim, yeb ko'rsana. Nimani olmam bor? O'zingizga. Daraxtlarni qaranglar. Bu shaharda balut tutolmadik. Endi boshqa shaharga ketmoqchimiz. Ko'lga ham keldik. Sho'rtliga odamlar kelib uy qurib yashayotganiga. Yechilmaydi bu dam olgan joy. Dachami tipi? Ha, boy uyli narsalar bor-ku. Ha. Keladi mana qo'yadi. Mana-ku. Dam oladi, otaginasi. Dam oladigan. Mana qo'yamiz ham mashinani, olagan joyinga. Qani yuruvchi, qani. Mana to'lingan suv bor ekan-ku. O'sha yoqqa boramiz. O'sha yoqqa otsan ham bo'ladi baliq. Ular hammasi ichida yashaydi. Nimaga ochiq havoli uchunmi? Mana parkovka. Balig'ini saqlaydi. Voy, Mahmud voy. Ha? Balig'ini to'li. Voy. Shuni tashiysan, shuni olasan. Ruzak nima? Rahima, Labbe. Ruzagim ichidiydi, men triko'mni bering.